So'nggi yillarda siz azizlar bilan, xalqimiz bilan birga ilgari tariximizda bo'lmagan buyuk ishlarni amalga oshirdik. Mashaqqatli, halol mehnatimiz bilan butun dunyoning e'tirofi va hurmatiga sazovor bo'lmoqdamiz. Eng muhimi, har bir soha va tarmoqda yangi O'zbekiston maktabi shakllanmoqda. Biz uchun bugungi o'ta og'ir va murakkab zamonda oldimizga qo'ygan ulkan marralarni egallashda yanada birlashib, hamjihat bo'lib mehnat qilish har qachongidan ham muhim vazifadir. Yangi O'zbekistonni ayollari hayotdan rozi bo'lib, baxtli, saodatli yashaydigan mamlakatga aylantirish mening eng katta niyatim. Ishonchim komil, sizdek fidoyi, shijoatli, mehnatkash ayollarimiz butun xalqimiz bilan birga ezgu maqsadlarimizga albatta erishamiz. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti